Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, hurmatli Instagram kuzatuvchilari. Bugun hafta kuniga payshanba, o'zimizda Namangan rayon Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Yana Xashak bozorida. Hozir bir qo'l Xashak bozori narxlarini tanishtirib o'tamiz. 23-oktyabr 2025-yilga bo'lib turgan narxlari. Hop, aka 40 ming so'm dedingiz-a? Yer yong'oq prosti mana. Ko'rinishlari cho'tken telefonda qanaqa chiqyapti bilmadim. Ranglari zo'r. Pahalda 15 ming deydi. 15 ming kami. Pahalda 15 ming kami bor ekan. Bu hozirgimi, yozgimi? Hozirgi bu. Hozirgi. Bu tomonlarda ham bor mana. So'raganlarga qoplik moshti to'polaridan ham bor ekan. Nech pul ekan bu? 50 ming so'mdan ekan. Mana shu qop. Bunisi 60 ming so'm dedingizmi aka? Hozirsa bir ko'tarib ham ko'ravering, bir negar-bagar yo'q. Bo'ldi, tamom hisob. Bunisi 60 ming so'mdan ekan. Hop, Mers mashinada akam olib ketdilar. Ehtiyot, telefon nomerlari